Bugun biz sizlarga ayollarda eng ko'p uchraydigan onkologik saraton kasalliklari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi kunda ko'krak saratoni dunyo bo'yicha hamda O'zbekiston bo'yicha ham ko'krak saratoni birinchi o'rinda turadi. Ayollar orasida bachadon bo'yni saratoni ikkinchi o'rinda turadi. Ko'krak saratonini oladigan bo'lsak, bu kasallik eng ko'p uchrashi osishi 45 yoshdan 65 yoshgacha ayollar bo'lganligi uchun bu yoshda bir yilda bir marta shu onkomamolog ko'rikdan o'tishga tavsiya beriladi. Bunda asosan ko'krak ultratovush tekshiruvi hamda mammografiya tekshiruvidan o'tish tavsiya qilinadi. Onkoginekologiya bo'yicha bemorlarimiz asosan eng ko'p uchrash yoshi 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lganligi uchun bu borada ham yurtimiz bo'ylab skrining tekshiruvi o'tkazilmoqda. O'sha yashash joylari poliklinikalarida bachadon bo'yini tekshirish uchun shu PCR tekshiruvi bilan hamda skrining olib borilmoqda. 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar yashash joyida poliklinikada tekin bachadon bo'yini skrining tekshiruvidan o'tkazilishi mumkin. Hurmatli ayollar, opa-singillar, o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, o'zingizni ehtiyot qiling.